Oysha roziyallohu anha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizi. Oysha onamiz aytadi, Rasulullohni deydi. Hech qaysi ayoliga rashk qilmas edi. Faqat Hadichaga rashq o'zim ko'rgan emasman deydi. Bilasizlar, Hadicha onamiz vafot etgandan keyin Rasululloh Madinaga Munavvaraga borganda Oysha onamizga uylangan. Oradan bir necha yillar o'tgan. O'tib ketgan ayoliga rashq qilar edi. Oysha onamiz zo'r gapi bor ekan. Yusufni ko'rib deyshadi alayhissalom. Misr ayollari qo'llarini kesishdi husnini ko'rib. Agar u ayollar meni Rasulullohimni ko'rganida pichoqlarni yuraklar ko'rgan bo'lardi. Qarang qanaqa yaxshi ko'rgan. Qanaqa yaxshi ko'rgan.